$26 million penthouse'da mehmondaman. Albatta niyat qilganlarni hammasiga nasib qilsin. Bitta maza qilib ko'ringlar. Uyimiz Dubayda Bluewater orolida joylashgan eng qimmat uy. Polностью shu dengiz manzaralari bilan keladi. Bundan tashqari shunaqa chiroyli terrasadan dunyodagi eng katta va eng baland chaqbalar ko'rib turadi. Bu penthouse'da Ashton Hall Dubayga kelganda yashagan va bu yerda juda ham chiroyli video qilgan va o'sha video 2,5 milliontadan ko'proq bo'lgan like yig'gan. Sharoitlarga bitta e'tibor berib qo'ysizlar. Basseyn, jakuzi, barbekyu zona, dush. Xullas, odamzotiga nima kerak? Hammasi bor. Uyimiz 2 etajli, 870 kvadrat metrdan iborat bo'ladi. Bu yer ovqatlanish zonasi, ajoyib bo'lgan lustralar, gostinaya, fortepiano, televizor. Umuman olganda bu uyda detallar juda ham ko'p va panoramli oynalar juda ham ko'p. Bu o'z navbatda uyga quyosh nurlarining ko'proq kirishini ta'minlab beradi. Uyga asosiy eshikdan kirishingiz bilan sizni shunaqa idealniy bo'lgan manzara kutib oladi. Bu yerda ofis bor. Yo'lga keyin o'tib ketamiz. Bu yer bo'lsa endi asosiy yotoqxona. Mashalloh, hamma niyat qilganlarga nasib qilsin. O'zini alohida bo'lgan gostinayasi bilan keladi. Kravatga bitta e'tibor berib qo'ysa. To'g'ri so'z, ta'riflagan so'z topa olmay qoldim. Juda ham chiroyli. Bu yerdan ko'rinadigan manzaralar yana cheksiz ummonn. Qaranglar. Bu yerda kishiga mo'ljallashtirilgan dush bor. Manzara bilan keladi. Bu yerda alohida bo'lgan hojatxona bor. Manzara bilan keladi. Va to'g'rimizda juda ham chiroyli bo'lgan vanna bor. Buni shohona vanna desanglar ham bo'ladi. Bemalol chiqib, bismillah. Bu yerda o'zingizga vaqt ajratsangiz bo'ladi. Niyat qilganlarni hammasiga nasib qilsin. Like bosib qo'yasizlar.